Hammaga assalomu alaykum. Robiya Dubay kanaliga xush kelibsizlar va bugun birinchi epizodimizda biz Dubayda 1 yil ichida o'z rent-a-car biznesini yo'lga qo'ygan hamyurtdoshimiz bilan gaplashamiz. Dubaydan oldin hayot qanaqa bo'lgan, Dubayga kelgandan keyin qanchalik o'zgardi va umuman biznes yuritish Dubayda qanchalik oson yoki qiyinligi haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoni oxirida sizlarni bitta syurpriz kutmoqda. Assalomu alaykum, Dubayli Vaalaykum bola. assalom. Rahmat. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kelganingiz uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat chaqirganingiz uchun. Nega Dubayli bolanikini tanlagansiz? Dubayli bolani nikini tanlashda shunaqa bo'lganki, Dubayga tez-tez kelib turganmiz, kelib bu yerda ish boshlashdan oldin. Shuning uchun har safar vatanga qaytganda tanishlar, qo'shnilar, o'rtoqlar, Dubayli bola kelib qopti-yu deb o'zlaridan o'zlari Dubayli bola qilib yuborishdi. Shu bilan yaxshi nom, yaxshi laqab. Dubayga kelib yurgan odamlar haqida hazil bor, уже Dubayli bo'lib ketding deb mammalli bo'lib Sheyx qoldi, qolishadi. shunaqa. Sizda ham shunaqa bo'lganmi? Shunaqa e'tibor Hazilona. faqat hazilona. O'rtoqlarning orasida hazilona bor. Bunaqa. O'zingizni endi tanishtirib o'tsangiz, qanchadan beri Dubaydasiz? Xo'p, men Imron Aliyev Toshkentdan, Eski shahardan 1 yildan oshiq bo'ldi Dubayga kelganimga, ya'ni ko'chib kelganimga, ish boshlaganimga. Hozircha shu. Ko'chib kelishdan oldin lekin qatnaganman dedingiz. Ko'chib kelishdan oldin 2018-yildan beri har oy 1 marta, 2 marta kelib biznes uchun narsalar Nima olib. biznes qilardingiz? Xo'p, telefon aksessuarlar bilan shug'ullanganmiz. 2004-2005-yillarda boshlaganmiz O'rizorda, Oho. Toshkentda. Shu O'rizorda pishib katta bo'lganmiz. Xitoydan, Dubaydan, undan oldingi davrda Qirg'iziston, Qorasuvdan olib kelinardi. O'sha paytdan beri. 2004-2005-yildan beri savdodasiz. 2018-yilgacha yo'q, Dubayga Yo'q, qachon 2018da birinchi kirib kelish bo'lgan Dubayga. Aha, faqat telefon bilan shug'ullangansiz, Aksessuar bilan. aksessuarlar bilan. Keyin qanaqa qilib rent-a-carga o'tib ketdingiz? Aynan o'sha sabab bo'lgan. Ketib yurganimda boshqa rent-a-carchilardan olardim. Keyin Instagramdagi faollik o'z-o'zidan odam chet elga chiqsa, stories qo'yish boshlaydi, Instagram o'z-o'zidan yurib ketib qoladi. Yengil narsalar qo'ygani uchun. Shunga so'rashardi, rent-a-car qayerdan olasan, qanaqa mashina olasan, nech pulga olasan? Men yoshligimda mashinaga qiziqqan bo'lganim uchun har safar kelganimda yengilik. Chunki har qanaqa orzungizdagi mashinani haydashga bu yerda imkoniyat ko'proq boshqa shaharlarga nisbatan. Qaysi mashinani? ko'p. Sportkarlar asosan, deylik O'zbekistonda Taxo yangi chiqqan paytda Taxo haydab ko'rish wow bo'lgan. Bu yerda kelsangiz, ko'chada daryo bo'lib oqyapti, xohlaganingizni olib haydaysiz. Shunga qarab so'rash boshlashdi mendan. Men rent-a-car oladigan kompaniyamga o'z-o'zidan 10 ta, 15 ta oyga klient beradigan bo'lib qoldim. Ustiga bir so'm qo'ymasdan. Bu biznes uchun klientim bor-ku, o'zimga ham kerak. Eng o'zida o'zimga tekin bo'ladi, VIP bo'ladi. Klientlarimga yaxshi sifatli ish qilib beraman degan. Mashinaga qiziqardim, bu yerda haydab ko'rdim dedingiz. Birinchi orzungizdagi mashinani haydab ko'rgan mashinangiz nima bo'lgan bu yerda? Birinchi orzuyimdagi mashina haydab ko'rish har bitta bolani kabriolet haydagisi kelsa kerak, kabriolet bo'lgan. Mustangmi nimadir olib haydaganman kabriolet. Tushunarli. Hozir o'zingizning garajingizda qanaqa sportkarlar bor? Xo'p, sportkarlar hozir meni garajimda yo'q, lekin boshqa garajlardan olib chiqarishimiz mumkin. 2018-yildan beri qatnab yurardim dedingiz. Keyin nima o'zgardi, что ko'chishga qaror qildingiz? Xo'p, ko'chishga qaror qilgan narsam Uzun Market, Wildberries, Ozon shunga o'xshagan brendlar Toshkentga kirish boshladi. Bozor, ya'ni o'troq bozorga ixtisoslashganlarni ko'piga ta'sir qildi. Nimaga? Hozir hech kim demaylik, mayli, ko'pchilik o'sha bozorga bormayapti. Telefonda o'tirgan joyidan nima kerak bo'lsa zakaz qiladi, eshigini oldiga tashab ketadi. Ikkinchisi bo'lib to'lashga beryapti ular. Uchinchisi garantiya juda ham ko'p muddatga beradi, balki cheksiz garantiya ham berib yuborishadi. Siz o'zingiz masalan qachon oxirgi marta bozorga borib chexol yoki naushnik, zaryadka nimadir sotib oldingiz? O'sha telefonga o'tib ketib qoldik hammamiz. Bu biznesni bugungi kunda sinib ketmagan bo'lsa ham yaqin 5 yil, 10 yil ichida katta rivojlangan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, bozor qolmadi.
hamma narsa onlaynga o'tib ketdi. Nega Sinishdan oldin boshqa ikkinchi xodni qilib qo'yishimiz kerak. nega siz onlaynga o'tkazmadingiz o'zingiz biznesingizni ham? Onlaynga ham o'tdik. Har tomonlama? Onlaynga ham o'tdik. Nima deydi? Endi onlayn u mutlaqo boshqa sfera, boshqacha yondashish kerak. Bu yoqda qiladigan nima deydi? 10 yil, 15 yillik tajribangiz u yerda 0 ga teng bo'lib qoladi. Bozor boshqa, onlayn boshqa. Tushunarli. Shunda biznes qulayotganini sezib, yangi hayot boshlash kerak, yangi biznes boshlash kerak. Shunaqa Dubayga bo'ldi. keldingiz. Lekin biznes qulagani yo'q, Xudoga shukr. Davom etyapti u ham. Faqat mabodo kelajakda agar odamlar telefonga narsa qidirishga bozordan emas onlaynga mutlaqo 100% o'tib ketaversa, u o'z-o'zidan ko'tarmay qoladi bozor. Tushunarli. Dubayga ko'chib kelgan yilingiz. Tayyorlanib kelganmisiz, reja bilan kelganmisiz yokida yana safarga, biznes safariga kelib qolib ketganmisiz? Yo'q, reja bilan kelingan. Lekin shu rejani boshi shu biznes safarga kelib paydo bo'lgan. Maqsad bo'lgan baribir. Qancha mablag' bilan kelgansiz? Birinchi 108 ming bilan kelganman. Dollar. 108 ming dollar qancha kunga yetgan? 108 ming kompaniya ochib, 3-4 ta mashina olishga yetgan xolos. Undan keyin yana qo'shilgan. 2 oyiga bormasdan tamom bo'lgan. Kompaniya ochish shunda 2 oy vaqt oldi. Kompaniya ID'larni ochish 2 oy vaqt oldi. Mashinalar olinganda pachoq mashina oladi auksiondan. Uni remont qilib, nomer taqib, страховка qilib, kompaniya nomiga oformat qilguncha bo'lgan vaqt 2 oy. Boshida undan keyin oson bo'lib ketadi. Keyingi mashinalaringizni qo'shish. O'sha 108 mingni reja qilayotganingizda bilganmisiz, что bu 2 oylik mablag' yoki ko'proqga umid qilib? Yo'q, bilganman. Bilib kelgansiz. Shunda 2 oy ichida kompaniya qo'yishga dedingiz. Keling, o'sha prosta ozgina направлениясini aytib ketaylik, последовательностini. Birinchi qilgan ishingiz bu litsenziya, trade license. Qancha kun vaqt oladi litsenziyani olish? Xo'p, u 20 kunda chiqadigani ham bor, 2 oy, 3 oy yugurib yurganlar ham bor. U sizga yordam beradigan kompaniyaga bog'liq. Yuridik kompaniya bor. Shu siz hamma hujjatlaringizni qilib beradi. O'zi ariza topshiradi, shu kompaniyaga bog'liq. Bir xilga odamlar bor, 2 oy, 3 oy orqasidan yugurib bitira olmaydi ishini. Pulini ham qaytara olmaydi. Bir xilga odamlar bor, tezda qilib beradi. Shunda adashmaslik kerak. Shunda sizda посредник bo'lganda, o'rtanchi odam, sizda hamma yugur ishingizni qilgan, siz faqat pulini to'lagansiz. Shunda dokument bo'yicha ishlarga nech pul примерно ketgan? Dokument bo'yicha ishlarga imенно lisensiga 12 ming dollar ketadi. Ya'ni o'tda sizni vizalaringiz bo'ladi. Undan keyin sizni ishchilaringizga ochiladigan viza, ularning miqdori, soni va qatliyligi. Pasportga ham qaraydi. Qaysi davlat fuqarosi? O'zbekiston fuqarosi bo'lib, siz 2 oyda dokument ochish qancha 20 kunda dedingiz. 2 haftadan 20 kun atrofida. Yaxshi. Nechta ishchi bilan boshladingiz ishingizni? 3 ta. 3 ta ishchi bilan. Hozir o'shalar bilan davom ettirasiz. Endi hozir ish faoliyati kengaydi. 3 ta yo'nalish bor. Rent-a-car, masalan, ekskursiya Dubay bo'ylab. 3-chi narsa avtoservis ochildi. Yangilik bu. Avtoservis uchun ham baribir komandadan bo'linib ketganimiz yo'q. Kim qayerda nima bo'sh bo'lsa, hamma o'zini shu yoqqa urib yotibdi. Nechta mashina bilan boshladingiz? 4 ta. 4 ta mashina bilan boshida. Masalan, men agar kelib sizdan rent-a-car olmoqchi bo'lsam, qanaqa bo'ladi jarayon? Jarayon, masalan, qaysidir mashinani bron qilasiz. Bron qilish mutlaqo bepul. Bizga nimaga kerak? Siz yozasiz Instagram, WhatsApp, Telegram yoki telefondan. Qaysi chisloga kerak sizga mashina? O'sha chisloga bo'sh bo'lgan mashinalarimizni ko'rsatamiz. Mashinalar bo'sh. Orasidan bittasini tanlab, narxini kelishib, bo'ldi. Pasport pravoyez tashab qo'yasiz. Biz sizni registratsiya qilib qo'yamiz. Sizga qayerga olib borib berish kerak? Otelga, aeroportga yoki boshqa bir lokatsiyaga. Bo'lishini yozib qo'yamiz. Sizga aytamiz imkon qadar agar rejalar o'zgarsa,
safaringiz bekor bo'lsa, biza xabardor qilib qo'ying. Chunki biza mashinani zaynat deb aytamiz. Masalan, 20-dan 30-gacha zaynat. Siz uchun zaynat qilingan. Narxlari qanaqa? Narxlari eng arzoni $35 dan boshlanadi Kuniga. kuniga. O'sha ham Gentra'dan yaxshi mashina. Agar sizni garajingizda yo'q mashinani xohlasam, imkoni bo'ladimi menga Bor. topib berish? Bo'ladi. Har qanaqa mashina. Ya'ni boshqa kompaniya bilan сотрудничество qilib olib berasiz. ha. 2 oyda biznesni yo'lga qo'ydim dedingiz. Qancha muddatda sizga pribul kelishi boshladi? Ya'ni o'sha pul o'zini qoplashi boshladi biznes investitsiya. Xo'p, bu mashinalarga bog'liq. Chunki qaysi mashinaga ko'proq talab bo'ladi, qaysinga bo'lmaydi, ekonom toifadagi, komfort toifadagi yoki luks toifadagi. Shunga bog'liq. Masalan, bitta mashinam bor. Ko'rinishidan mani точка зрениямdan uncha yoqmagan menga shu mashina. Auksionda o'ynaganman, ko'targanman, dars yutib qo'yganman. Endi bo'ldi, chekka tushdi shu. Olinadi, remont qilganman, olib chiqqanman. Shu mashinani bitta nomeri taqildi. O'sha kuni yoqib ketgan klientga va hali ham qaytgani yo'q. Qaytadi, 2 oyda bir marta servis uchun moya almashtiriladi, texnik xizmatlar ko'rsatiladi. 1 kunga olamiz yoki 2 kunga olamiz maksimum. Texnik xizmat ko'rsatib yana qaytarib beramiz. 1 yildan oshdi. U mashina o'zini pulini qoplab ham chiqib ketdi. Turk odam haydaydi uni, haligacha haydab yuribdi. Servis ham kompaniya tomonidan qilinadi. Albatta. Agar mabodosiga klient tomonidan qanaqadir avariya deylik yoki klient tomonidan kamchilik bo'lib qoladigan bo'lsa, butunlay qoplab berish kerak, to'g'rimi, klient o'zi? Oldindan qilingan anaqamiz bo'ladi. Страховой договорimiz bo'ladi. Agar sizga full страховка kerak bo'ladigan bo'lsa, narxlarimiz boshqacha bo'ladi. Yo, o'zimga ishonaman, akkuratni haydayman deydigan bo'lsangiz, hamma riskni o'zingiz bo'yningizga oladigan bo'lsangiz, eng minimum narxda mashina chiqaramiz. Tushunarli. O'zingizda u tanlov. Qancha raznica bo'lyapti narxlarda shunda? Agar full страховка bilan bo'ladigan bo'lsa, butunlay страховкani qoplaydigan bo'lsa. Mashinani bahosidan kelib chiqadi, yilidan kelib chiqadi, toifasidan Agar kelib foizda chiqadi. gapiradigan bo'lsak, mashinaning narxidan tam 2-3%. 20%. Ancha. Страховка bu yerda qimmat. Da, ancha ekan. Yana rentakar bo'lgani uchun. Ha. Sizni pravingiz, necha yil stajga egaligingiz, shular ko'p. Men hozir 5 yildan 10 yilgacha staji bor odamlarni aytdim. Ba'zilar bor 50 yillik staji bor. Ularga juda arzon chiqadi. Prava haqida gaplashsak, siz o'zingiz bu yerga kelib almashtirdingiz, to'g'rimi? UAE pravaga. Ekzamen topshirdingizmi yoki darrov almashtirdingizmi? Yo'q, darrov almashtirdim. O'sha qonun yangilangandan keyin. yangilangan paytda. Chunki oldin ekzamen polностью noldan boshlab o'tishingiz kerak, O'qib, darslarni boshqatdan 3 oy o'qishingiz kerak. Yangi qonunga ko'ra O'zbekiston fuqarolari darrov almashtirib olsa bo'ladi. Dubay yo'llariga o'zingiz tez o'rgandingizmi yoki ozgina vaqt oldimi? Kartani tushunib olguncha ham o'zi. Yo'q, kartani tushunib olguncha men nima deydi, birdaniga kelib qolmadim-ku. To'g'ri. Oldindan ketib yurganim uchun bunaqa qiyin bo'lgani yo'q. Birinchi marta kelganingizda ham rentakar oldim dedingiz. O'shanda qiyin bo'lgan. Yo'llarni bilmasdan ham baribir mashina haydagansiz. Yo'llarni bilmasdan parkovkaga pul qo'yishi 50 marta tushundi, bir marta ham tushunmadim o'shanda. Birinchi kundanoq xullas endi Dubayga kelganda qanaqa narsa bo'lgan? Ras kelindi, Dubay qimmat shahar bilaman. Kutilmagan xarajatlar chiqishi mumkin, uni ham bilaman. Hamma narsaga tayyor bo'lganman. Ketsa ketibdi, bo'pti xullas degan. Parkovkaga pul to'lamasdan har kuni shtraf yeb yurganman. Qo'ya olmaganman. Til bilmaganman u paytda. Shu ham. Chunki parkovkaga qo'yish uchun SMS orqali mashinangizni raqamini 1 soat bo'ladigan bo'lsa raqam 1 qilib yokida parking ilovasi bor. Men ko'rsatib o'tib ketaman. O'sha parking ilovasi orqali ham osongina qo'ysangiz bo'ladi. Turistlar faqat parking ilovasi orqali. SMS dan qila olmaydi. Men bilmagandim buni ham. Chunki turist odamda rezidenskiy sim karta bo'lmaydi. Turist sim karta bo'ladi. Turist sim kartadan SMS qilib parkingga pul qo'ya olmaydi. Aeroportda beriladigan sim karta parking ishlamaydi. Yo'q. Yaxshi xabar bo'ldi. 4 ta mashina bilan boshlab, hozir nechta mashinagacha
ko'paytirdingiz? Xo'p, 4 ta mashina bilan boshlandi. Agar avtoservis yana boshqa yo'nalishlardagi harakatlar bo'lmaganda, mashinalar soni hozirgidan ancha ko'p bo'lardi. Hozir 21 ta mashina. Va eng byudjetnisi qaysi mashina va eng yuqori byudjetda hozir sizni garajingizda necha? Eng yuqori budjetda GLS $200 kuniga. Agar ko'proq bo'lsa, yana arzonroq qilamiz. Va Eng eng arzon mashina $35. Nissan Sentra. Dubayga kelganingizda yana qaytadan gaplashsak. Birinchi hayratlantirgan narsa nima bo'lgan? Birinchi hayratlantirgan narsa shunaqaki, shofirlarni bir-biriga bo'lgan hurmati. Signal chalmaydi o'zidan o'zi. Kimdir to'xtab odam tushiradi yoki odam olyapti. Signal chalsa ham, chalmasa ham o'sha vaqt ketishini biladi. Sabr qiladi, kutadi. Bu yerda bitta zo'r jest bor. Kimdir yo'lni belgilanmagan qismidan kesib o'tayotgan bo'lsa, piyodagi odam mana shundoq qiladi. Buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Bu arab tilida Sabr degani. Boshida biza kelganimizda ham noqulay bo'lgan, chunki kafelarda ham masalan zakaz berayotganingizda ofitsiant sizga mana bunaqa qilishi mumkin. Вообще o'rganishim qiyin bo'ldi bu holatga. No, bu просто sabr degani. Sabr. To'g'ri. Yo'llarda tartib rostdan ham zo'r. Tartib zo'r. Yo'llardan tashqari yana nima bo'lgan hayratlantirgan? Hayratlantirgan yana bitta narsa, hayotimda birinchi marta dengizni Dubayda ko'rganman. Dengizga chiqish bizada yo'q bo'lgani uchun dengizni ko'rish orzusi ham bir alohida mavzu o'zbeklar uchun. Ikkinchisi, dunyodagi hozirgacha bo'lgan eng baland bino. Megapolislari bilan Dubay o'zi mashhur va 828 metrlik Burj Xalifa. Hayratlantirgan haqiqatda. Hozirgacha mana 3 yil bo'lgan bo'lsa, har safar ko'rsam xuddi birinchi marta ko'rgandek hayratlantiradi. Shunaqa prям qarab turaman. Yana hayratlantiradigan narsa borki, masalan keldim, 5 kun, 6 kun ishimni bitirdim, ketdim. Keyingi safar kelgunimgacha yana nimadir qurilayotgan bo'ladi. Tez qurilish, jarayon tez, o'sish juda ham tez, ayniqsa qurilish sohasida. Dubayda o'sish tez bo'lgani uchun odamlar ham постоянно ulgurib qolish kerak, tez o'sish kerak. Shu напряжение sizda qanaqa? Siz o'zingizda qanaqa his qilasiz buni? Endi odam o'zini tayyorgarligiga bog'liq. Yugurish yo'lakchasi bor-ku, sport zaldagi. Ishlab turgan yo'lakchaga yugurib kelib tushib qolsangiz, o'sha tezlikda yugurib ketishingiz kerak. Dubay yugurib ketayotgan shahar. Shunaqa tezlikda kelib qo'shilib olishingiz kerak. Uni knopkasi yo'q-da. To'xtab, sekin bismillah deb boshlash. Knopka bilet обратно uyga. Yo'q. Ko'z yoshlarini kechirmaydi Dubay. Shunaqa. Dubayga o'rganishda sizni qaysi xarakter jihatingiz ko'proq yordam bergan? Aynan mana shu tezlikka yugurib ketishga moslashish uchun. Moslashuvchanlik savdogar odamda o'zi moslashuvchanlik bo'ladi. Chunki har kuni har xil odam bilan gaplashadi. Bugun u kimgadir klient, obeddan keyin boshqasi bunga klient. Chunki olish berish shu, biz ham qayerdandir olamiz va kimgadir sotamiz. To'g'ri. Shunda networking katta rol o'ynaydi. Albatta. Sizni networking uslublaringiz qanaqa? Networking uslublarim, masalan, men odamlarga nisbatan ochiqman. Tez chiqib keta olmayman. Tortinish, uyalish, unaqa narsa yo'q. Masalan, g'irt begona odamdan nimadir mavzuda gaplashish kerak bo'lsa, bemalol gaplashib keta olmayman. Shuning uchun ham boshida kelganimda, masalan, til bilmasam ham chiqishib, ishimni bitirib, ishimni hal qilish anaqasi bo'lgan, maqsadi bo'lgan, hal qilganman. Ya'ni til bilmasdan ham kelib, yashab, moslashib ketish imkoni bor. Chunki ko'pchilik mendan ham so'raydi Instagramda, til bilmayman, kelib ishlasam bo'ladimi? Ko'pchilikni ko'raman, bilmaydi. Rost adam, meni ham oilam, biz qizlar gaplashamiz, opam, singlim, lekin ota-onam gaplashmasdi. Adam hozir уже bemalol o'zlari ko'chaga chiqib, o'rganib ketasiz, ya'ni agar til bilmasdan kelsangiz ham. Lekin bilib o'rganib kelsangiz ancha yaxshiroq, osonroq bo'ladi. Dubay ko'pchilik juda ham qimmat shahar deydi. Shu gapga qo'shilasizmi? Menimcha dunyodagi eng qimmat shahar Dubay, qo'shilaman.
Buni qaysilarga biza hozir solishtirganda agar o'zi qaysi shaharlarga man chunki ko'p sayohat qilmaganman. Shuning uchun faqat O'zbekiston bilan solishtirsam, uy yashash qisman qimmatroq. Siz nimaga Aynan o'zbeklar bir shaharni solishtirayotganda Turkiya, Moskva, hozir Amerika ham qo'shilib qoldi. Amerika boshqa qit'a, boshqa tema. soliqlari Ha. katta. Asosan Turkiya, Moskva va yonimizdagi qo'shni davlatlar, обязательно Toshkent. Shu bilan solishtiriladi. Bularning ichidagi eng qimmat shahar. Lekin qimmat bo'lib, faqat uylar, yashash qimmat. Undoq agar olib qaraydigan bo'lsak, ovqat arzonroq topsa bo'ladi. Aynan ovqat arzonroq desa bo'ladi, lekin xo'p, jarimalar bor. Jarima bor. Endi bir plyus, bir minus. Jarimalar baland, lekin nalog yo'q. Masalan, shunga o'xshagan. Ko'p To'g'ri. farq topsangiz bo'ladi. Xo'p, agar Dubay qimmat bo'lib, tez ko'p pul topish mumkin degan gap ham bor. Masalan, Dubayga borib qolsangiz bo'ldi, sizni уже boyvachcha hisoblashadi. Dubayda tez va ko'p pul topish mumkinligiga ishonasizmi? Dubayda tez va ko'p pul topish mumkin. Bunaqa harakati bor, bunaqa kuchli odam hamma joyda o'sha aytganini qiladi. Ko'p va tez pulni oson topadi. Odam o'ziga bog'liq. Ya'ni hamma narsaning imkoni bor. Dubayda imkoniyat ko'proq. Agar rent-a-cardan tashqari qaraydigan bo'lsak, umuman mashina biznesdan tashqari qaraydigan bo'lsak, yana qaysi sektorlarda imkon katta deb o'ylaysiz? Masalan, Qurilish. Bir masalan, kim konditsioner sovutish tizimi mutaxassisi bo'lsa, bu Dubayda sezoni o'lmaydigan shunaqa. ish. To'g'ri. Masalan, ishlab chiqarish qilsa yoki Xitoydan yoki Koreyadan yoki Yaponiyadan kattaroq kompaniya bilan dogovor qila olsa va uni Dubayga olib kirsa, bir oyda qanchadir ko'p qavatli binolardan nechtasi yashashga topshiriladi. To'g'ri. Siz ular bilan kontrakt qila olsangiz, o'zingizni sovutish tizimingizni olib kira olsangiz, ob'yom katta deb o'tdi. To'g'ri, qo'shilaman. Hech o'ylab ko'rmagan ekanman shu konditsioner rostdan ham sezon olmaydigan biznes. Dubayga ko'chib kelmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Dubayga ko'chib kelmoqchi bo'lganlarga, masalan, kimdir qaysidir biznes egasi shuni yig'ishtirib Dubayga ko'chib kelib davom etmoqchi. Bu katta risk, kutilmagan syurprizlar bo'tdi juda ham ko'p. Yaxshisi ham, yomoni ham. Yurib turgan biznesingiz bo'lsa, imkon qadar uni yopmasdan bu yoqqa kelib, yangi biznesni boshlab, chunki uni tayanchi bunga kerak bo'ladi. Sizda 1 yil, balkida 2 yil sinovli muddatlar bo'ladi. Qiyinchiliklarga ko'nikib o'tib ketishingiz uchun. Masalan, menda ham bo'lgan bu narsa. 108 ming bilan keldim, 2 oyda tamom bo'ldi. 4 ta mashina oldim, kompaniya ochdim. Bo'ldi. Ana endi nima qilaman? Hamma pulim ishlatib bo'ldim. O'shada? Lekin men uyim bo'lish kerak, yotishim kerak. Bola-chaqam Toshkentda, ularni olib kelishim kerak, sog'inaman. U alohida bitta biznes puli ketadi unga ham. Kelib joylashishlik, masalan. Biznesingiz reklamasi. Chunki Toshkentda emassiz, begona davlatdasiz. Butun dunyoga o'zingiz reklama qilishingiz kerak. Yana pul. Shunda siz qanaqa yo'l tutdingiz? Mana 108 ming 2 oyda ketdi. Keyin bola-chaqani olib kelish kerak aytganingizdek. Siz qanday o'sha holatdan chiqib ketdingiz? U holatdan shu eski tayanchdan. Tayanch bor-ku. Toshkentdagi biznesingiz ya'ni qo'llab-quvvatladi. Hozirgacha Xudoga shukr qo'llab-quvvatlayapti. Albatta. Dubayda yashaydiganlarga bu maslahat va Dubayda biznes ochmoqchi bo'lganlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz unda? Dubayda biznes ochmoqchi bo'lganlarga birinchi o'rinda qonunlarni o'rganish kerak. Qonunlari ba'zida sizni hayron qiladigan qonunlari ham bor. Dindan olingan qonunlari ham bor. Ba'zi bir joyda oldin qattiqroq bo'lgan o'sha qonunlar, hozir ancha yengil. Masalan, Abu Dhabi ayniqsa qattiq qaragan bunaqa qonunlarga. Masalan, qanday o'zgarish? Yengil, qanchalik yengil? Bitta misol orqali ayta olamizmi? Bitta misol orqali, masalan, davlat organlari hududida, deylik, GAIga borasiz, mashina registratsiya qilasiz yoki hokimiyat binosiga borib qanaqadir litsenziyangizni ro'yxatdan o'tkazasiz. Shortingda borsangiz yoki ochiq-sochiq kiyimda borsangiz, siz bilan xizmat qilinmaydi. Eshigini tagiga ham yozib qo'ygan.
tartib-qoidalar. Siz hech kim ochiq-sochiq hayvon bilan, keyin tizzadan kalta shorti bilan qabul qilmaydi. Biznes qilayotganda masalan, endi mana boshlayotganda yugur ishlari bilan qanaqa shtraf sezilmaydigan yoki ahamiyatdan chetda qolib ketadigan momenti bor, lekin o'shanga shtraf to'lashingiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Bo'lganmi shunaqa holat? Mani biznesimda Da, bo'lgan. sizdan kelib chiqadigan bo'lsa. Ha, menda kompaniyamni ochdim, mashinalarim bor. Mahsulot egasi nima qiladi? Birinchi o'rinda rasmga oladi yoki videoga oladi, uni reklamasini tayyorlash uchun. Bitta mashinani olib haydadim-da, chiroyli lokatsiyaga bordim. O'sha yerda rasmlarga tushirdim, keyin qaytarib olib keldim. Sraz menga ishtirof keldi. Nimaga ishtirof keldi? Yo'l qoidasini buzmadim. San nimaga kontrakt qilmasdan mashinani odamga berding? Odamga bermadim. O'zimni mashinam. Bu O'zingizni sani mashina nomingizda? emas, dotdi. Yo'q, mani nomimda emas-da, kompaniyaning nomida. Kompaniya mani nomimda. Tushundim. Kompaniyani egasi bo'lsangiz ham, u mashinani o'zingizga o'zingiz arendaga berishingiz kerak. Haydovchi sifatida o'zingizni pravingizni kirgizishingiz kerak. Kontraktingizni kirgizishingiz kerak. Ular qanaqa biladi, что GPS bor. Mashinada ikkita GPS turadi. Bittasi mani kompaniyam, bittasi politsiya. Oho. GPS То есть turadi. rentakarda qancha mashina bo'lsa, hammasida GPS Majburiy. bor. Majburiy GPS turadi. Hmm. U siz mashinangizga nomer taqa olmaysiz. Ro'yxatdan o'tkaza olmaysiz. Bu ham kutilmagan suyprizlardan bittasi. $10,000 ga mashina olaman, shuni chiqarib yuboraman, oyiga bunchadan ishlab tursa, demang. Страховка qilasiz $1,500 eng arzoni. Masalan, majburiy страховка qimmat, full qilishingiz kerak. Ikkinchi masala GPS qo'yishingiz kerak. GPS eng arzoni $200 ga tushadi sizga. Masalan, Dubayda rentakar haydayotgan odam Rasal Xaymaga chiqa oladimi yoki Birlashgan Arab Amirliklari hududiga bemalol hamma joyiga bora oladi. Xo'p, qo'shni GCC davlatlari bor, Ko'rfazbo'yi davlatlari. Ularga ham alohida kontrakt asosida chiqsa bo'ladi. chiqsa bo'ladi. Albatta, masalan, siz mashina oldingiz, umraga borib kelmoqchisiz oilangiz bilan. Kattaroq oilaviy mashina oldingiz, Carnival yoki kattaroq undan ham alohida kontrakt qilib beramiz. Siz borib Makkaga, Madinaga yoki Qatarga yoki Omanga boshqa maqsadlarda borib kelsangiz bo'ladi. Agar o'sha alohida kontrakt qilinmasdan Omonga chiqib kelinsa, O'zi chegaraga yaqin qolganingizda anaqa o'chadi GPS. Mashinangiz yurishdan to'xtaydi. Bu bir o'chmagan taqdirda ham sizni o'tkazmaydi. ular ham o'sha dokument so'raydi. Albatta. Men o'zim haydab chiqib ketsam ham o'tkazmaydi. Chunki o'zingizga arenda berishingiz kerak. O'sha hujjatni qilmagunimcha chiqmaydi. Agar mabodosiga bordi deylik, o'sha o'tmagan bo'lsa ham, siz rentakarga shtraf to'lash kerakmi o'sha odam yoki ishtimi bo'lmaydi? Chegaradan chiqib ketmasa bo'ldi. Tushunarli. Deylik, chegarani hududida nazorat posti bo'ladi-yu. Nazorat postining ichida bitta magazin bor. Siz aynan o'sha magazindan borib bitta suv olib ichmoqchisiz. Masalan-da. Bu qonuniy va tabiiy. Uning uchun men hech narsa pretenziya qila olmayman. Lekin siz chegaraga olib boradigan yo'lga kirishingiz bilan o'zi menga xabar keladi. Falon mashina o'zi qizil chiziqqa yaqinlashyapti. Men sizga telefon qilib so'rashim mumkin, yo'l bo'lsa, ogohlantirishim mumkin. Mabodo GPS bor. Yaqinlashgan saringiz o'chishga tayyor turadi bu. deb aytishim mumkin. Lekin mashinani o'chirib qo'yganingizdan keyin men uni yoqib berishim sizga yana alohida to'lov. Tushunarli. Интересно. Shunaqa. Rentakar asoschisi sifatida nechta mashinani nomingizga olish mumkin? Xohlaganingizcha. Limit yo'q. Yo'q. Xohlaganingizcha. Hamma mashinalarni auksiondan olasiz. Auksiondan. Keyin agar mabodosiga mashinani sotib olmoqchi bo'lsangiz yoki almashtirmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqa o'zingiz ham auksionga berasizmi yoki? Yo'q. Masalan, Dubizel bor, Facebook bor yoki o'zingiz Instagramingiz orqali qandoq bo'lsa shunday sotaverasiz. Xuddi o'zingiz personalniy mashinangizni sotgandek sotaverasiz. Hech qanaqa dokumentatsiya ijtimoiy yo'q. Tushunarli. Oddiy sotasiz. Klass. Faqat GPS yechib qolish kerak. Shu. U GPS siz kompaniya sotib oladimi yoki u politsiyaga qaytarib beriladigan narsa? Yo'q, uni
GPS kompaniyani o'zidan bir yilga arendaga olinadi. Har bittasi $100. Siz bitta mashina uchun ikkita GPS arendaga olasiz. $200. Keyingi yilga kompaniya o'zi vaqt kelib qolganda so'raydi. Falon mashinaning GPS vaqti keldi, renew qilasanmi, yo'qmi? Qilmoqchi bo'lsangiz yana pulini to'laysiz. Shunda GPSni boshqa kompaniyadan olasiz. To есть Siz- GPS kompaniyasi Ha, sizni bo'lgan. mulkingiz emas u. Arendaga olasiz uni. Politsiyada ham bo'ladi dedingiz-u. Mm. U to есть o'sha kompaniya sizga berayotganda politsiyaga ham o'zi borib Dostуп bo'ladi. berish kerak. Mm. Dubay sizni qanchalik o'zgartirdi? Dubay o'zgartirgani birinchi o'rinda chidamli qildi. Ikkinchi o'rinda yana ham ochiqroq qildi. Chunki Dubayda juda ko'p millatlar bor. Har xil yangi do'stlar orttirasiz, tanishlar orttirasiz. Tilingiz rivojlanadi. Dubayga kelgan odam ko'proq inglizchani o'rganadi. O'zidan o'zi tabiiy holatda arabchani o'rganib qoladi. Yana boshqa tildan o'rganib qoladi. Shu. Har taraflama o'sasiz. Dubayda shunchaki yashasangiz ham o'sasiz, nimadir topasiz o'zingiz uchun. To'g'ri. Sabrli qiladi. Ko'proq harakatchan qiladi. To'g'ri. Issiqqa chidamli qiladi. Issiqqa chidamli qiladi, bu ham to'g'ri. Dubayga kelganingizda ingliz tilingiz уже ko'chib kelganingizda, qatnab yurganingizda emas, qanchalik rivojlantirdingiz? Xo'p, 1 yil ichida Dubayga ko'chib kelgan paytimda o'zi ingliz tilini bilardim. Hozir undan ham yaxshiroq bilaman. Shu. 1 yil baribir qaysi shaharda, qaysi millat orasida yashashingizdan qat'iy nazar o'rganasiz. 1 yil yaxshi praktika bo'ladi. Hali yoshmiz. To'g'ri. Til bilmasdan ham biznes boshlash mumkinmi Dubayda? Til bilmasdan ham biznes boshlash mumkin. O'zi til emas, puli bo'lmasdan ham biznes boshlash mumkin. Tagini olsa. Biznesga birinchi o'rinda nima deydi? Harakat, mehnat, tajriba shular kerak. U agar misol qilib aytadigan bo'lsak, qanaqa qilib bo'ladi? Biz pul qo'shmasdan biznes ochish. Pul qo'shmasdan networking ishlaydi. Ya'ni odamlar bilan aloqa qilish. Masalan, menda deylik rentakar kompaniya bor. To'g'rimi? Sizda GPS kompaniya bor. Yoki sizda turizm kompaniya bor. Siz har xil davlatlardan turistlarni Dubayga olib kelib, har xil ekskursiyalar bilan ta'minlaysiz. O'rtamizda bitta odam turibdi. Hech qanaqa ishi yo'q. Lekin uni bitta rentakarchi, bitta turizmchi tanishi bor. Siz bilan meni o'rtamizda vositachilik qiladi. Mana deydi, bitta tanishim bor, turizm bilan ishlaydi. Har kuni million odam olib keladi Dubayga. Shulardan 5 tasi agar seni mashinangni olsa bir kunda, menga qancha chiqarib berasan? Komissiya asosida. Sizga ham shu taklif etadi. Bo'ldi. Как broker. Ikkalamizni kelishtirib qo'ysa, bo'ldi, o'zidan o'zi. O'zi hamma brokerlik ham shundan iborat u. Mahsulot sotadi o'rtasida. U pul tikkanmi uy qurilishiga? Yo'q. To'g'ri. Hech narsaga pul tikmaydi. Qarz qurs, kalla. Rentakarda brokerskiy komissiyasi qancha? Brokerskiy komissiya yo'q. Aynan bizda. Ya'ni u kelishuv asosida. Kelishuv asosida o'zi rentakarda brokerchilik qilish ham unaqa nima emas. Yo'q, masalan, men sizga klient beryapman deylik. Bitta berim deylik. Bitta klient olib kelsam qancha menga komissiya chiqadi? 10 ta klient olib kelsam qancha chiqarib berasiz? Endi, конечно, 10 ta klient olib kelsangiz ko'proq bo'ladi. Deylik, xalqqa $50 ga chiqaradigan mashinani sizga $45 ga chiqarishim mumkin. Siz o'sha $5 farqi bo'ladimi? Agar 10 kunda $50 olib keladi u ham sizga. Tushundim. Bir martalik mahsulot emas-da. U $50 24 sutka uchun xolos. Tushundim. Dubayga ko'chib kelishingizda qarshilik qilganlar bo'lganmi? Oilangizda yoki bola chaqangiz dedingiz? Yo'q, Dubayga ko'chib kelishimda qarshilik bo'lmagan. Nimaga? Men o'zi oldindan ko'chmanchiroqman. Dubayga ham to'g'ridan-to'g'ri kelib qolmaganman. Moskvaga borib biznes qilib ko'rganman. Har xil anaqalar bo'lgan, yo'nalishlar bo'lgan. Moskvada qancha yashagansiz? Moskvada 1,5 yil. Ancha yashagan ekansiz. Karantin bo'ldi-yu. Karantin bo'lgan paytda O'zbekistondagi ishim orqaga ketib qoldi.
O'sha paytda mutlaqo nolda bo'lganman. Keyin Moskvaga ketdim. Moskvada karantinning ikkinchi valnasi keladi degan narsa bo'lgan. U ham risk bo'lgan, baribir. U yoqda nima ish qilgansiz? U yoqda ham shu mashina bilan. O'zi butun bir Mashina. da. Klassno. Moskvadan tashqari yana qayerdadir yashaganmisiz? Yo'q, Rossiyaning boshqa hududlarida. Tatariston, Issiqko'lka taraflari, masalan, Rostov, Krasnodar, Shunda Moskva. Rossiyada yashab, keyin Dubayga keldimi yoki Rossiyadan keyin Toshkentga borib? Toshkentga borib, Toshkentda yana ish davom ettirib 2022 Toshkentga qaytgan bo'lsam, 23-24 Toshkentda bo'ldim. 25-yil boshida Dubayga keldim. Kelajakga qanaqa rejalar, yana qayergadir ko'chib ketmoqchimisiz yoki hozircha Dubayda? Yo'q, hozircha Dubayda. Endi bu yerga maqsadlar bor, orzular bor. Shularga erishilgandan keyin boshqa shahar haqida o'ylab ko'rilsa bo'ladi. Orzular ichida nima? Masalan, qurilishga kirish. Real estate. Real estate emas, building development. Prям qurilish o'zi. Qurilish kim anaqa qilmaydi, masalan, ketasiz, Imron Tower turibdi. Mayli, u 100 etaj, 80 etaj bo'lmasin, etaji pastroq bo'lsin, ustida meni otim turibdi. Любой bitta o'zbek faxrlanib o'tib ketadi mashina. Baribir real estate bo'lyapti-da, developer bo'lmoqchisiz, shunda. Ya'ni o'sha uy qurib, odamlarga uy bermoqchisiz yoki ofis deylik. Shunda real estate'ga kirmoqchi. Bu ham baribir qisman real estate hisoblanadi. Inshaalloh. O'zi Dubay yangi orzularni ochadi. Inshaalloh. Dubay yangi orzularni juda ham ochadi. Odamlarning yashashini ko'rgansaringiz, yangi hayot. Как будто limit yo'q-da bu yerda. Limit yo'q. Keyin nima deydi? Bitta narsani eslatib o'tay. Men hamma ham orzu qiladi-ku. Orzu qilgandim. Masalan, o'sha ketib yurgan paytimda, bundoq shaharni ko'rasiz. Bu yerda gastitsada emas, o'zing uying bo'lsa, yashasang qanaqa bo'lar ekan? Mashina chiqib prosta yursang nima bo'lar ekan? Ish bilan kelmading, обратно bileting yo'q. Qanaqa bo'lar ekan? Orzu qiladi odam. Arablar bilsangiz, Nissan Patrolni juda ham yaxshi ko'radi. Nimasini yaxshi ko'rar ekan? Deb birinchi marta Nissan Patrolga o'tirgandan keyin kasal bo'ldim. Shu mashinani ham orzu qildim. Bolaligimdan avtoservis orzu qilganman. Dubayga kelib, orzularim tez bo'lib ketib qoldi, tugab qoldi orzuyim. Undan keyin mana shu uy qurish orzusi keldi. Masalan, katta bino qurib, arendaga berib, yana qurib, yana berib, shunaqa orzular keldi. Tugab qolganidan. Bo'lmasa, orzu qilasiz, 10 yilda, 15 yilda erishaman deb. Dubayda shu narsa tez bo'lib ketdi. Alhamdulillah buning uchun. Shunaqa orzularingizga yetishingiz osonroq Dubayda. To'g'ri, qo'shilaman. Imron aka, endi menimcha syurprizga ham vaqt keldi. Qani aytaylik, qanaqa syurpriz meni podpishchiklarim kutyapti? Xo'p, sizni podpishchiklaringizni kutayotgan syurpriz 2 kishilik Dubayga yo'llanma. Uni ichida 2 kishilik aviachipta borish va qaytish, 2 kishilik mehmonxona bironi va Dubaydagi ekskursiya sizga 5 kunlik yoki 1 haftalik. Buning uchun nima qilishingiz kerak? Mana shu podkastni yoqqan qismini xohlasangiz kesib, storiesingizga qo'yib, meni va dubaylik bolani отметка qilib va albatta podpisatsiya qilishingiz kerak. Va yokida shunchaki screenshot qilib, mana bu podkast silkasini qo'yib, xuddi shunaqa bizni отметка qilib, podpisatsiya qilishingiz kerak. Va biz 1 haftadan keyin, mana bugun qo'yildi podkast, mana shu kundan boshlab 1 haftadan keyin победительni randomniy tanlaymiz. Ya'ni mana bunday ketadi. Bismillah deb bittaga to'xtaymiz. Yutib olgan odamga aloqaga chiqamiz. Akkauntingiz ochiq bo'lishi kerak, chunki agar akkaunt yopiq bo'lsa, men ko'rmayman siz bizani qo'yganingizni. Kelganingiz uchun katta rahmat. Imron aka, menimcha juda ham foydali bo'ldi. Rahmat chaqirganingiz uchun. Xudo xohlasa, orzularingizga erishishingizni tilab qolaman. Keyingi epizodlarni ko'rish uchun kanalimga obuna bo'ling. Ko'rishguncha, xayr.